Bu iPhone SE 4 emas. Lekin ideyasi o'sha. Yangi protsessor va yangi kameralarni olib, hammamizga tanish bo'lgan oldingi iPhone'larni korpusiga joylashtirish. Lekin kutilgandan narxi hozirchalik sal qimmatroq. Bu esa iPhone 15. Bir qaraganda har taraflama yaxshiroq telefon. Ikkita kamerasi bor, Dynamic Island. Eng qizig'i MagSafe ham bor. Lekin bu to'g'risida haliroq gaplashamiz. Biz sizlar uchun bu telefonlarning ikkalasini xususiyatlari bo'yicha solishtirib ko'rdik, kamchilik va afzalliklarini aniqlab chiqdik. iPhone 16 dan boshlaymiz. Unda iPhone 16 na protsessor o'rnatilgan. Bu uni iPhone 15 dan tezroq va kuchliroq qilishi kerak, lekin aslida katta farq sezilmaydi. Grafik dasturlarda ham, o'yinlarda ham ishlashida bir-biridan deyarli farqi yo'q. Lekin yangi protsessor rasmga olish masalasida obработкада o'zini yaxshiroq ko'rsatib beryapti, chunki unda yangi algoritmlar qo'shilgan. Lekin kameralar haqida keyinroq gaplashamiz, chunki qiziq joylari juda ham ko'p. Asosiy va eng qiziqarli afzallikda to'xtasak, iPhone 16i da 8 yadroli protsessor, 15 da esa 6 yadroli protsessor. Bir vaqt o'zida bir nechta mikrofon orqali ovoz zapis qiladi. Bu blogerlar uchun va kontent yaratadiganlar uchun juda foydali bo'ladi. Montaj paytida ovozni izolyatsiya qilib turib, kerak emas shovqinlarni olib tashlashga yordam beradi. iPhone 16i ga Action button o'rnatishgan. Bu knopkaga turli xil qiziqarli va kerakli funksiyalarni o'rnatsak bo'ladi. Masalan, fonarik yoqish, kamerani ochish, diktafonni yoqish yoki kommentsiya orqali qiyinroq vazifalar uchun nastroyka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Va bizning fikrimiz bo'yicha eng katta afzalligi bu uni batareykasi bo'ldi. Deyarli 4000 mAh bo'lib, 12 soatgacha to'xtamasdan bitta zaryadkada ishlab beradi. Bu iPhone 15 Pro Max darajasi. iPhone 15 Pro Max eslatib o'tamiz, iPhone'lar orasida ikkinchi o'rinda zaryad ushlash bo'yicha turadi. Endi iPhone 15 ga o'tamiz. Birinchi ustunligi bu ekrani bo'ladi. iPhone 16 ning ekrani ham xira emas, lekin ko'chaga chiqqanda, quyosh tagida, ayniqsa bizani yozda farqini sezishingiz mumkin. Aniq ko'rsatkichlarni ekranda ko'rsangiz bo'ladi. Endi kameralar haqida. Aniqroq solishtirishingiz uchun ekranga ikkala telefondan olingan rasmlarni qo'ydik. Kunduzgi rasmlarda farq bittada sezilmaydi, lekin yaxshilab qarasanglar, iPhone 15 da 1x da ham, 2x da ham detalizatsiya ko'proqligini ko'rasizlar. Kechasi rasmga olishda ham iPhone 15 tezroq ishlaydi, chunki uni kamera matritsasi kattaroq bo'ladi. iPhone 16 ning yangi algoritmlari hamma rasmlarni silliqlashtiradi, shuning uchun detallar sal kamroq ko'rinadi. Endi kimga qanaqa rasm yoqadi? Agarda sizlarga ko'proq detallar kerak bo'lsa, iPhone 15 tanlaylar. Agarda sizlarga silliq rasm kerak bo'lsa, iPhone 16i ni tanlaylar. Videoga olganda farq undan ham ko'proq. iPhone 15 stabilizatsiyasi bor. Kamerasining ichida matritsa harakatlangani sababli, yurganda harakatlanganda videolar ancha tiniq va silliqroq chiqadi. iPhone 16i da esa unaqa imkoniyat yo'q. iPhone 16i da kino effekt ham yo'q. Hammaga ham kerak emas bu funksiya, lekin iPhone ni ish uchun yoki hayotda chiroyli video olish uchun ishlatadiganlar juda ham katta farq sezadi. Yangi iPhone 16i da Dynamic Island ham yo'q. Bu funksiya sizga ashula, video yoki kinoni boshqarishni osonlashtirib beradi. iPhone 15 da turli xil yorqin ranglari bor. Klassik qora rangdan noyob ko'k ranggacha. iPhone 16i da esa faqat qora va oq rang bor. Bu yerda tanlov o'zingizga bog'liq. Va iPhone 15 eng katta afzalliklaridan biri bu MagSafe bo'ladi. Kim undan foydalangan bo'lsa, qanchalik muhim ekanligini tushunadi. MagSafe uchun chexollar, kart holderlar, power banklar, turli xil aksessuarlar bor. Shuni telefoningiz orqasiga yopishtirasiz. Afsuski iPhone 16 da umuman MagSafe yo'q. MagSafe orqali tezroq besprovodniy zaryadka ham qilsangiz bo'ladi. Nima uchun unaqa qilishganini bilmaymiz, hech bo'lmaganda besprovodniy zaryadkani qoldirishgan. Lekin besprovodniy zaryadkasi ham anchagina sekin. iPhone 15 ga qaraganda 2 barobar sekinroq. iPhone 15 da 15 Watt, iPhone 16i da 7 Watt. Shuningdek, iPhone 15 da Plus modeli ham bor. Agarda kattaroq telefon qo'lasanglar, tanlovingiz kengroq bo'ladi. iPhone 16i da esa unaqa variant yo'q. Narxlarga keladigan bo'lsak, u bu narsada ish xos qiyinroq, chunki iPhone 16i endi chiqqan, narxlari hali tashiydi. Lekin hozirda do'konning narxlari iPhone 16i $670, iPhone 15 $550. Xulosaga keladigan bo'lsak, agarda sizlarga Dynamic Islandli va MagSafe'li telefon kerak bo'ladigan bo'lsa, iPhone 15 olinglar. Agarda sizlarga faqat ishga, yangiroq chipli, kattaroq batareykali telefon kerak bo'ladigan bo'lsa, iPhone 16i sizlarga ko'proq mos keladi. iPhone 15 va 16i ni Profon do'konidan topsangiz bo'ladi. Silkani opisaniyada qoldiramiz. Bizda a'lo darajada xizmat, halol kafolat va halol to'lov tizimi mavjud. Siz bilan Profon do'koni edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.